Acura 380 dollarlik varianti. Polniy hamma yog'i alyumin bo'ladi. Mana o'rta amortizatorlari maslinli bo'ladi mana. All spray deb yozilgan. Polniy vilkalari mana alyumin quyma bo'ladi. Mana buni ko'ryapsizlar, rangini tilla rang qilib ishlangan. Mana nima narsa, mana shu nima narsani vazifasini bajaradi. Kommentariyada yozib ketinglar. Vilkalari mana ishlaydigan, ishlamaydigan bo'ladi. Qanotlari elastikniy. Mana yozuvlar fosfor bo'lib yonadi mana kech payti. Skoruslari mana 3 taga 8 talik 24 xil xudda haydasanglar bo'ladi. Shimano jidkis tormoz, mana Shimano manetkis skorus originali. Polniy hamma yog'i alyumin qilib ishlangan. Pedallari ham mana alyumin. Prom pachimli bo'ladi pedalda, mashina pachimli bo'ladi. Shimano Tourney. Orqasi ham mana Shimano Tourney original. Vtulkalari quyma bo'ladi mana. Mashina pachimli. Eksentrik qo'lda yechiladi. Oldi vtulkalari ham mana quyma. Prom pachimli, mashina pachimli. Qo'lda yechiladi. Komplektida buni hop, subachok kreplenasi и kodli qulfi bo'ladi. 5 talik. Buni kodini o'zgartirsanglar ham bo'ladi. Bu veligimizning narxi 380 dollar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati bor. Pastda raqamlar qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, zakaz berishinglar mumkin.